Qizlarjonlar, Feberlik firmasidan mana shunaqangi tayyor depilyatsiya qiladigan naklenkalarimiz keldi. Hozir buni sizga ochib ko'rsataman. Ichida 8 ta shtuk bo'lar ekan. Mana shunaqangi variant chiqadi. Shundan 8 ta chiqadi. Ajratganingizda 16 taga aylanadi va depilyatsiyadan keyin uspokayishchi kremchalari ham ichida chiqadi ekan. Qizlarjonlar, vahshiy original bo'lgan tovar. Hozir mana shu narsadan sizga proba qilib ko'ramiz. Demak, buni o'zimizga keraklicha qilib kesib olamiz qizlarjonlar. Xo'p, kesganingizdan keyin kesganingizdan keyin bu narsa sal erish uchun kaftimizda ushlab turamiz. Tana haroratiga bu qiziydi va eriydi. Ichidagi narsa suyuladi. Birpas ushlab turganingizdan keyin olasiz. Xo'p, ochamiz ikkiga. Hoppa. Va tukli joyingizga hop yopishtiramiz. Mana ko'rib turibsiz, qalin tuk. Hop, yopishtiramiz. Qarang, tuk bu yoqqa qarab o'sgan, o'sha qarama-qarshi tarafga qattiq tarangizda ushlab turasiz, ya'ni tana tarang bo'lishi kerak. Turgan holatda bitta tortamiz. Mana ko'rganingizdek, umuman tuk yo'q. Qarang, qanaqangi zo'r tozalaydi. Bu mahsulotimizdan hozirda bor, shtuklari cheklangan, shuning uchun shoshilib qoling.